Elbek aka, o'tgan safar ledlar haqida video qiluvdik. Buni o'chirishimizga nima sabab bo'ldi aka? Albatta Muhammad Qodir, o'tgan safar biz LED lampalar haqida video tayyorlaganimizdan keyin juda ham tez vaqtda tarqaldi va buni o'chirishga majbur bo'ldik. Sababiki biz tayyorlagan videoda ozgina kamchilik ketgan. Buni tan olish kerak. Aynan o'sha videodan keyin butun respublika bo'yicha aynan LED faralar bo'yicha bizda muhokama bo'ldi. O'zimizda yo'l harakati xavfsizligi tizimi bo'yicha va boshqa mutaxassislar maslahatlashdik va aynan videodagi kamchilikni menga tushuntirishdi. Shu narsani hozirgi videoda tushuntirib o'tmoqchiman, to'g'rilab ketmoqchimiz. Buning uchun haydovchilardan, fuqarolardan uzr so'raymiz, ozgina kamchilik bilan video qilganimiz uchun. Bugungi videoda mana shu butun mutaxassislar bergan xulosasiga asosan qisman ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aynan biz o'tgan safargi videoda mana bunday LED faralarda qo'llash mumkin degan masalani ko'targandik, lekin mutaxassislarning fikricha aynan bunday LED faralarni o'rnatganda mana bu farani ichidagi, yorish chiroqlarining ichidagi nur qaytaruvchisi bilan birgalikda qo'llash mumkin emas bu narsani. Chunki bundan chiqayotgan nurni mana bu nur qaytaruvchi atrijati baribir sochib yuboradi va qarama-qarshidagi haydovchini ko'ziga tushadi. Mana shu sababdan biz mana shu nur qaytaruvchini hisobga olmaganligimiz sababli videoni o'chirishga majbur bo'lganmiz. Aynan mana shu nur qaytaruvchi bilan birgalikda mana bunday H4 lampalarni qo'llash mumkin emas ekan. Endi bitta savol, yana ishlab chiqarilishi to'xtagan mashinalarga buni lampochkasini xohlaganini qo'yish mumkinmi yoki farasini o'zgartirishmi, qanaqa qilsa bo'ladi buni? Ishlab chiqarish to'xtatilgan transport vositalarining yoritish chiroqlarini hozirda foydalanishda bo'lgan boshqa rusumdagi va turdagi transport vositalarini yoritish chiroqlari bilan almashtirish mumkin deyilgan. Bu joyda bitta narsani hisobga olish kerak Muhammad Qodir. Yoritish chirog'i mana bunday lampa emas. Mana bunday lampa emas. Yoritish chirog'i degani mana bu bo'ladi, yoritish chirog'i. Mana bu yoritish chirog'i bo'ladi. Bu lampa bo'ladi. Ichidagi lampa bo'ladi. Ishlab chiqarish to'xtatilgan transport vositasini mana bunday yoritish chiroqlarini boshqa mana shu to'ri keladigan, turiga mos keladigan yoritish chiroqlari bilan almashtirish mumkin. Fara ekanda bu. Butun boshli farani almashtirish mumkin degani. Faqatgina o'sha ishlab chiqarilgan korxona tomonidan belgilangan turiga mos kelishi kerak. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, LED qo'yib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Eski video haqida aka nima qilsa bo'ladi? Endi oldingi videoda kamchilik bo'lganligi uchun albatta u videoni agar kimdadir bo'ladigan bo'lsa yoki o'shandagi ma'lumotga bir tayanib turgan bo'lsa, u videoni o'chirib tashlashlarini so'raymiz. Buning uchun uzr so'raymiz albatta va bu ishlayotgan videomiz bitta bizni fikrimiz emas, butun mutaxassislar tomonidan berilgan fikrda biz ma'lumot sifatida yetkazyapmiz. Shuning uchun eski videodagi ma'lumotlarni o'chirishlarini so'rab qolamiz.